deydi Microsoft kompaniyasi. Microsoft kompaniyasi investitsiya g'oyasi sifatida nimaga berilmoqda? Birinchidan, texnik jihatdan kompaniya aksiyasi 25-yil oxirida $550 atrofida savdo amalga oshirilgan va qariyb 26-yil aprel oyigacha $360 tushib ketdi. Va hozirgi kundagi mana 430.60 narx darajasi bor, juda ham kuchli narx darajasi. Mana ko'rsanglar, mana bu barri high 430 da, 430. Mana yana barri high 429. Bu yerda mana LP bo'lgan. Mana shu hozirgi kunda juda ham yaxshi nakopleniyada turibdi. Menga juda ham yoqyapti texnik jihatdan. 430 ni buzib o'tishi longovый zonaga o'tadi. Ya'ni instrument longovый zonaga o'tgandan keyin potensial 550 narxgacha chiqish ehtimoli mavjud. Ya'ni investitsiya g'oyasi sifatida keling ko'ramiz. Mana hozir narx $410 ekan. $410 dan 550 gacha bu $150, to есть 30% atrofidagi o'sish imkoniyati mavjud. Microsoft kompaniyasi 430 narx darajasida kuzatamiz. Hammaga rahmat.